Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonibek, sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Rahmat kattakon, agarda bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor afv etkaysiz. Jonibek, bugungi Allohimga suyukli banda, rasulimga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Yaratgan egam ikki dunyoyingizni ham hidoyat nurlari ila hamisha munavvar aylasin. Chiroyli kunlari bilan mukofotlab, hamisha sizning quvonchingizni sababchi bo'lsin ilohim. Rahmat kattakon, ayni daqiqalarda uyali aloqangizni band qilib turgan ona O'zbekistoningizdan yaqinlarimga tabriklar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisi bilan g'oyibona suhbatdasiz. Biroz qimmatli vaqtingizni olgan holda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insonlaringiz nomidan bugun siz uchun go'zal tabriklar kelgan, shularni sizga yetkazib bersam maylimi? Rahmat kattakon, va mana shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz Jonibek? Shunday quvonchli kuningizda qay bir yaqin insoningiz sizni xursand etmoqlikni istadi? Taxmin qilib ko'ring-chi, bu sirli inson kim bo'lishlari mumkin? Onam bo'lsa kerak. Mashalloh deyman, juda ham to'g'ri topdingiz. Bugun bizga maktub yo'llab, sizni dunyolar qadar yaxshi ko'rib ardoq qiluvchi mehribon onajoningiz Odinaxon onamiz bo'lar ekanlar va mana shu chiroyli tabriklarimizga ukajoningiz Jasurbek, singlingiz, xolajoningiz Umidaxon opalarimiz ham mana shunday go'zal tabriklarimizga hamrohlik qilib qolishar ekanlar. Rahmat kattakon, agarda ruxsat etsangiz, mehribon onajoningiz nomidan kelgan chiroyli tabriknomalarimizni siz uchun o'qib eshittirib bersam maylimi? Rahmat kattakon, marhamat qilib diqqat qilasiz. Men o'qishlikni boshladim. Assalomu alaykum. Dunyoga kelganida dunyolarni baxshida etgan, ko'rganimda ko'zlarimni quvontiradigan, qalbim qo'ri, ko'zlarimning oqu qorasi, bolajonim, jonim o'g'lim, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Qalqonim, suyanchim, sizga chinor kabi uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Qalbingizni rohat, ko'zlaringizni quvonch nur, yuzingizni tabassum aslo tark etmasin. Inshaalloh Robbimiz suygan, nazari tushgan, mu'min, solih, muslim insonlar saflarida bo'lib yurmoqlik. Qolaversa Robbimizni uyi sanalmush haj ziyoratlariga bormoqlik. Haj amallarini ado etib, hoji yigit, hoji ota nomlariga musharraf bo'lmoqlikni Robbim sizga nasib aylasin. Mehri daryoyim, bolajonim, har bosgan qadamingizda, har olgan nafasingizda Alloh yor va madadkor bo'lib qo'llab-quvvatlasin. Martabangiz ulug', yuzingiz yorug', rizqingiz butun va hamisha iymon e'tiqodingiz mustahkam bo'lsin. Allohdan so'ragan barcha tilaklaringizni ijobatini ziyodasi bilan ko'rmoqlik, el u yurtimizga foydasi tegadigan solih, yetuk, barkamol insonlar qatorida bo'lib yurmoqlikni Allohim sizga inom etsin. Barchamizning baxtimiz uchun aziz boshingiz omon bo'lsin. Doimo biz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi ayyomlaringiz, tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Yillar kutdim, tunlari bedor, ishqing uzra bo'ldimda bemor. Berdi Alloh shukurimni ming bor, o'g'lim sendan umidim katta. Oppoq o'rab, oppoq taradim, senga omad, zafar so'radim, duo qildim, baxting tiladim, o'g'lim sendan umidim katta. Men yashadim, ko'rdim kunimni, g'am anduhga bo'lib tunimni, o'zing yorit, o'zing dilimni, o'g'lim sendan umidim katta, deya mehribon onajoningiz o'z maktublariga yakun yasabdilar. Hozir ish turibman, kelish kerak.
Albatta dilizxorlaringizni onajoningizga yetkazib qo'yasiz degan umiddamiz. Bugungi chiroyli ayyomlarni yaxshi kayfiyatlarda yakunlab oling. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog'-u salomat bo'ling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' Jonibek, mana bu go'zal tarona esa bizning loyihamiz tomonidan siz uchun marhamat. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. O'g'lim xuddi otangday bo'lgin, tun bo'lmagin quyoshday kulgin. O'z xalqingga mehringni bergin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Yaxshilar ko'p ularday bo'lgin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi. Ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi,